Temirning sir asrorlarini yaxshi bilgan O'ljavoy usta yaqin kunlarda yana yangi texnika yasadi. Yer haydash va o'simliklar ostini yumshatishga moslashtirilgan mazkur vosita kam xarajat bo'lib, bir kunda 20 kishi qiladigan ishni bajara oladi. Birovni jaldab osharchi salg'anga xarajatimiz anchalik yetishmaydi. O'shaga shu narsalarni jasab, o'ylanib deganday. Uni jo'nele mototsiklning diskasi bu yaxshi narsa ekan, ariqning ichida yumshartib o'zining rolini atqarib ketadi. Halemi bu 300 skorsdan turadi. Transport vositasi orqali o'zining yerlarini haydashdan tashqari boshqalarga ham yordam berib, foyda topa boshlagan. U kuniga 3 litr benzin bilan 20 sotix yerni shudgor qila oladi. Tezroq ishni bitirishni istagan qo'shnilari navbatda turib, ijaraga olib ishlatadilar. Shu sotigini 30 so'mdan hozir arendaga chiqib o'tadi. Bir 2 kun 3 kundan beri tirilikka kichina chiqib turadi-da. Qaysi ishni qilardan oldin jengil, o'ng'oy bita turgan joyini izlash kerak-da. Buni chavish kerak ekan deb soatdan kechgacha cho'kish bilan ko'lab o'tiravermay, buni qanday yo'llar bilan foydalansa bo'ladi, shunday izlanuv bilan bo'ladi-da bu. O'ljavoy o'rta maktabni tugatgandan keyin qishloqda qolib dehqonchilik qilishni ma'qul ko'rdi. Yoshligidan dehqonchilik bilan shug'ullanganligi uchun dala ishini yengillashtiradigan uskunalar yaratishga kirishdi. Ayni damda uning ustaxonasi yangi yasalgan buyum va uskunalar bilan to'ldirilmoqda. Mazkur dastgoh esa o'rikni danagidan ajratib beradi. O'rikni danagini nima yerga soladi? Bunker deb qo'yamiz. Shu bunkerga solsak, ichidagi shaymani onu sindirib, so'g'ini sindirib danagini ajratib beradi-da bu narsa. Qishloqdoshlari uni hech qachon bekor o'tirmasligini aytadilar. U dehqonchilik va ustaxonasidan tashqari ko'p vaqtini yo'l bo'yidagi avtomashinalarni ta'mirlash joyida o'tkazar ekan. Qo'ldan kelmagan narsa yo'q. Ayıldagi ayil chorva transportlari, yengil avtounalar, yuk tashuvchi avtounalar barlig'ining ishi tushib turadi O'ljavoyga. Shu O'ljavoy orqali bitadi barlik ishlar. Har bir jasagan narsasi effektiv bo'lib chiqadi. Ish beradi-da, bunday qirg'izcha aytganda ish beradi jasagan narsasi. Temirdan turli uskunalar yaratish orqali u ham qishloqlarning mushkulini oson qilmoqda. U kelajakda yangi dastgoh va vositalar yaratishda davom etaveradi.